bugungacha mingdan ortiq tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilgan bemor bola-chaqalarda muvaffaqiyatli jarrohlikni amalga oshirgan bo'lsam, bir nechta murakkab turdagi tug'ma yurak nuqsonlarini O'zbekistonda birinchilardan bo'lib jarrohligini amalga oshirishga muvaffaq bo'ldim. Shunday bemorlarimizdan biri Robiyaxon bugun davramizda biz bilan birga. Ke Robiya. Men ushbu sohada 6 yildan beri faoliyat yuritib kelmoqdaman. Ushbu sohaga qiziqish bolaligimdagi orzuyim desam ham bo'ladi. Onam Toshkent pediatriya tibbiyot institutida dars berganlar biologiya fanidan. O'zim hali boshlang'ich sinfda o'quvchilik vaqtimda onam bilan o'zlari bilan birga ishxonaga olib borganlar. O'shanda oq xalat kiygan talabalarni ko'rib, yosh katta professorlarni ko'rib, juda ham bir ichimda havas uyg'ongan. Men ham kelajakda shifokor bo'laman, jarroh bo'laman degan orzu o'sha vaqtda uyg'ongan. Undan keyin bu orzu maqsadga aylandi va bugungi kunda bolalar kardiya jarroh sifatida faoliyat yuritib kelmoqdaman. O'zim bakalavr bosqichida shu Toshkent pediatriya tibbiyot institutida tahsil olganman. Bakalavr yillarimdayoq talabalik davrimda bolalar kardiya jarrohligi juda katta bir qiziqish bo'lgan. Qiziqishim doirasida shu bo'limda kelib, shu vaqtdagi shifokorlardan o'rganib, kardiya jarrohligining asoslarini bir ko'rib o'rganganman va o'sha vaqtda bilganmanki, O'zbekistonda o'sha vaqtdagi bolalar kardiya jarrohligi sohasida yetarlicha muammolar bor va rivojlanishga muhtoj bo'lgan sohalardan biri. Chunki bizda 40 dan ortiq turdagi tug'ma yurak nuqsonlari bo'lsa, ularning jarrohligini 100 ga yaqin turi mavjud, turli xillari bor. Bu vaqtda asosan oddiy turdagi yurak nuqsonlari jarrohlik amaliyoti o'tkazilardi. Kichik yoshdagi bolalarda jarrohlik amaliyotlari o'tkazishda muammolar mavjud edi. Bilganman shu vaqtda, demak, chet el tajribasini o'rganib, yurtimizda shu sohani rivojlantirish juda ham bir katta yutuqlarga erishish mumkinligini bilganman va bundan shu fikrdaligimda el yurt umidi jamg'armasi xuddiki bir katta ko'makchi sifatida paydo bo'lgan va el yurt umidi jamg'armasi endi tashkil etilganda 2018-yilda stipendiyasini qo'lga kiritganman va shu orqali dunyo reytinglarida kuchli 10talikda turadigan Buyuk Britaniyaning London shahridagi University College London universitetida magistratura bosqichida tahsil olish imkoniyati qo'lga kelgan. Magistratura bosqichi davrimda o'z aslida magistratura bosqichi Yevropada va rivojlangan davlatlarda bizdagi tibbiyotdagi magistratura bosqichidan biroz farq qiladi. Ularda asosan ilmiy yo'nalishga qaratilgan, ilmiy tadqiqot qanaqa olib boriladi, tibbiyot ilm qanaqa qilinadi, asosan shu bo'yicha ko'nikmalar beradi, bilim beradi. Lekin men o'zimdagi qiziqishli sabab o'tdagi universitet klinikasi bor, Great Ormond Street Hospital degan shifoxona. O'sha yerdagi bolalar kardiya jarrohi bo'limi professori va bo'lim mudiri doktor Martin Castellonining oldiga borib, men O'zbekistondanman, bizda bolalar kardiya jarrohligi bo'yicha ancha muammolar bor, rivojlantirish kerak, iltimos yordam bering qabilida suhbat bo'lganda, undan keyin darsimdan bo'sh qoldim deguncha o'sha bo'limga borib, bolalar kardiya jarrohligining asoslarini o'rganib, o'sha keyingi bilim va ko'nikmalarni o'rganishga harakat qilardim va shu o'rgangan bilimlarim asosiy meni karyeramda bir burilish nuqtasi bo'lgan, asosiy rol o'ynagan. Undan tashqari qaytib kelganimdan keyin rivojlangan davlatlar Germaniya, Yaponiya, Avstraliya va boshqa davlatlarda bolalar kardiya jarrohligi bo'limlarida malaka oshirib, bolalar kardiya jarrohligidagi bilimlarimni yanada orttirishga harakat qilib kelmoqdaman. Bolalarda yurak kasalliklari o'zi ikkita katta guruhga bo'linadi. Bu tug'ma nuqsonlar va orttirilgan nuqsonlar. Asosiy qismi tug'ma nuqsonlar bo'ladi. Bunda, demak, o'z nomidan tug'ma, ya'ni bolacha tug'ilgandayoq nuqson bilan, yurakdagi nuqson bilan tug'iladi. Buni kelib chiqishiga sabablar turlicha, aniq bir sabab keltirib o'tish qiyin. Shuning uchun ham ko'p faktorli kasallik deb aytiladi. Asosiy sabab homiladorlikning birinchi 3 oyligida qandaydir tashqi ta'sir yurak shakllanishini izdan chiqarib yuboradi. Bu virusli yoki bakterial infeksiyalar bo'lishi mumkin. Turli xil turdagi dori vositalari ona tomonidan qabul qiladigan, biror bir moddalarni, vitamin yoki shunga o'xshash oziqa moddalarini ona organizmida yetishmasligidan bo'lishi mumkin. Ekologik omillar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bir nechta ta'sir qilishi mumkin bo'lgan faktorlar mavjud, lekin aniq mana ta'sir natijasi kelib chiqdi deb ayta olmaymiz. Endi buni oldini olish uchun sog'lom turmush tarzi, infeksiyalarni iloji boricha oldini olish, yetarli miqdorda oziqa va turli xil oziqa moddalar, vitaminlarni qabul qilish orqali buni oldini olishga erishish mumkin. Orttirilgan tug'ma yurak nuqsonlarining asosiy sababi revmatizm yoki boshqa sistem kasalliklar natijasida yurakka bergan asorat hisobiga kelib chiqadi. Bularni oldini olish uchun esa o'sha birlamchi kasallikni o'z vaqtida davolash, yurakka kelib chiqadigan nuqsonni oldini olishga erishish mumkin. Yurak tug'ma nuqsonlarini erta aniqlash juda ham muhim.
Chunki aytib o'tganimdek, bizda tug'ma yurak nuqsonlarining xili ko'p, 40 ga yaqin xili bor va asosiy qismini davosi erta chaqaloqlik davridayoq amalga oshirilishi kerak. Agar biz o'z vaqtida u davosini, shu jarrohlik davosi bo'lsa, jarrohlik davosini amalga oshirmasak, uni boshqa a'zolarga, masalan, o'pkaga, jigarga, buyraklarga bergan asorat kuchayib ketadi va operatsiya qilib yurakni to'g'irlagan taqdirda ham ko'pchilik bemorlarimiz boshqa a'zolarga bergan asoratlari hisobiga yo'qotib qo'yish holatlari ko'payib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun erta aniqlash, o'z vaqtida davo choralarini ko'rish ushbu nuqson bilan tug'ilgan bemorlar hayoti uchun juda ham muhim hisoblanadi. O'zi umuman olganda, men aytib o'tgandek 6 yildan beri bolalar kardiojarroh bo'lib faoliyat yuritayotgan bo'lsam, deyarli 5 yildan beri mustaqil tarzda o'zim yurak jarrohliklarini amalga oshirib kelaman. Nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyodagi eng yosh mustaqil yurak jarrohligini amalga oshirishni boshlagan shifokorlardan biri bo'lsam kerak. Hozirgacha 1000 dan ortiq yurak jarrohligini muvaffaqiyatli amalga oshirganman va bir necha turdagi murakkab operatsiyalarni O'zbekistonda birinchilardan bo'lib amalga oshirishga muvaffaq bo'lganman. Eng ta'sirlisi haqida gapirsak, buni holatlar o'zi juda ham ko'p. Endi yaxshi ma'noda ta'sirlilari ham bor, yomon tarafdan ta'sirlilari ham bor. Yaxshi tarafi, eng esda qolarlisi, Qoraqalpog'istonlik bemorimiz kelgan. Yo'q, bu Qoraqalpog'istonga biza ko'rik uchun borganmiz va o'shanda bir bemor ko'rigini amalga oshirganmiz. Bu bemorimiz 6 oylik bemor edi. Juda ham ko'karib ketgan, qiynalib nafas oladigan bemor. Uni tekshirsak, magistral tomirlar transpozitsiyasi degan nuqson bilan tug'ilgan bemor. Bu degani yurakdan chiqadigan tomirlar o'rni almashib qolgan va jahon tajribasida ham, hozir bizga yo'lga qo'ygan tajribada ham bunday bemorlar tug'ilishi bilan 7-14 kun davomida jarrohlik muolajasini o'tkazilsa, eng yaxshi natijalardan birini beradi. Bunaqa holatda esa 1 oylik davrgacha operatsiyani o'tkazish mumkin. Undan uyog'iga bemor operatsiyadan chiqish ehtimoli juda ham pasayib ketadi va o'lim darajasi juda ham ortib ketadi. Shunday bemor murojaat qildi. Endi oldimizda boshqa aytib o'tgandek operatsiyasi uchun kech qolganmiz, lekin bemor balkim u paytda hayotining oxirgi kunlarini yashayotgan bo'lishi mumkin. Zudlik bilan biz bu Qoraqalpog'istondan Toshkentga bizni bo'limga olib keldik. O'sha chet ellik professorlarimiz bilan aloqaga chiqdik. Mana shunaqa og'ir holatda qanaqa qilib yordam bersak bo'ladi degan ma'noda. Ular berishdiki, senning operatsiyasi degan operatsiya bor. Bunda o'zi odatda biz bunday nuqsonlarni yurakdan chiqadigan tomirlarni o'rnini almashtiramiz. Bu avtor bo'yicha Jaten operatsiyasi deb nomlanadi. Yana bir yo'li bor, u yurakka keladigan qon oqimini almashtiradigan operatsiya bor. Buni senning operatsiyasi deyiladi. O'sha vaqtda hali bizda bunday operatsiyalar amalga oshirilmagan edi. Juda ham murakkab, texnik jihatdan juda ham murakkab operatsiya. Shuni amalga oshirsak, shu bola yashab qolishi mumkin bo'lgan. Va bu yerda jamoa bilan maslahatlashib, uydagilariga holatni tushuntirib, shu bemorni shu operatsiya uchun oldik. Operatsiya deyarli 5 soatga yaqin davom etdi va juda ham omadli o'tdi. Bemorimiz operatsiyadan keyin 2 kundayoq reanimatsiyada tiklanib, onasining qo'liga topshirdik. Mana shu daqiqalarda xalqqa xizmat qilayotganimdan, xalqimizni shu kichik murag'ib go'dakchalarni saqlab qolayotganimdan, xalqqa foydam tegayotganidan birinchi ichimdan faxrlanganman va bu his oddiy til bilan aytish qiyin. Birinchi navbatda aytib o'tishimiz kerakki, hozirgi davrda har qanday yoshlar uchun, bu tibbiyot sohasi bo'ladimi, boshqa soha bo'ladimi, istalgan yutuqqa erishishlari uchun barcha yo'llar ochiq. Endi buni o'zi yillar davomida aytib keldik-ku, yo'llar ochiq, lekin hozirgi davrda rostdan ham yo'llar ochiq. Mana agar chet el tajribasini o'rganib kelish imkoni bo'lsa, bemalol chiqib chet eldan o'rganishingiz mumkin. Hattoki El-Yurtimizga o'xshagan jamg'armali moliyaviy tarafdan yordam ham berishadi chetdan chiqib o'rganib kelish uchun. O'zbekiston hududida ham ko'p tashkilotlarda ko'ryapmiz, o'zimiz bilan birga o'qib kelib, hozir faoliyat yuritayotgan yuzlab yoshlar bor. Har biri o'sha turli xil tashkilotlar, turli xil darajadagi, turli xil sohadagi tashkilotlarda faoliyat yuritishmoqda, suhbatlashamiz. Qarshiliklar deyarli yo'q, o'zligini o'sha g'oyaligini ilgari surib, o'sha o'ylayotgan fikrligini amalga oshirishga aksincha rahbariyat tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Shuning uchun ham aytib o'tgan bo'lardim, ayniqsa yosh shifokorlarimiz uchun hech nimadan qo'rqish kerak emas. Avvalambor o'z oldingizga maqsad qo'ying. Kim bo'lmoqchisiz, qanaqa shifokor, nima qilmoqchisiz va shu maqsadga erishish yo'llarini aniq belgilab oling. Xalqparvarlik o'zi eshitganda bir jarangdor so'zdi, lekin aslida xalqparvarlik bu amaliy bo'lishi kerak, faqatgina so'zda emas, amaliyotda. Har birimiz turli xil sohalarda faoliyat yurityapmiz. Xalq
xalqparvarlik deganda o'zimiz har birimiz faoliyat yuritayotgan sohada xalqimiz uchun qandaydir yordam berishni o'ylab faoliyatimizni davom ettirsak, menimcha mana shu haqiqiy xalqparvarlik. O'zim o'sha aytib o'tgandek, Angliyada o'qigan, bir nechta davlatlarda malaka oshirganman va bu o'sha chet elga safarlarim mobaynida takliflar bo'lgan ishlash uchun Buyuk Britaniyadan taklif bo'lgan, Germaniyadan, Avstraliya davlatidan o'sha yordamchi bolalar kardiojarroh lavozimiga taklif bo'lgan. Lekin o'zimizda ishlaganda endi u yerda allaqachon tizim yo'lga qo'yilgan, menga o'xshagan mutaxassislar ko'p, lekin O'zbekistonda menda ichimdan kerakli ekanligim hissi mavjud. U hissi chet elda ishlash davomida olib bo'lmaydi. Balki u yerda yaxshi pul toparsiz, yaxshi sharoitda yashash mumkindir. Lekin jamiyatga yordam berayotganingizni ich-ichingizdan his qilish u yerda unaqa bo'lmaydi. Bu yerda esa har bitta bemorni shifo topib chiqib uyga kuzatayotganimizda xalqqa berayotgan yordamimiz, shu bolachani ko'zidagi quvonch bizni ich-ichimizdan bir katta bir his beradi. Va mana shu aynan shu his uchun ham men hozirgi kunda ushbu tashkilotda faoliyat yuritib kelmoqdaman. Oldimga qo'ygan eng katta maqsadim O'zbekistonda kardiojarrohlikni nafaqat bir amaliy, balkim ilmiy tarafdan ham rivojlantirishga erishishimiz kerak va bu orqali shu xalqaro hamkorliklarga urg'u berib, chet el tajribasini yanada ko'proq o'zlashtirib, O'zbekistondagi bolalar kardiojarrohligini bir pog'ona yana ko'tarib, bolalar kardiojarrohligida yangi maktab yaratishni o'z oldimga maqsad qilib qo'yganman. Yana bir katta maqsadlarimizdan biri, agar O'zbekiston sharoitida butun yurak jarrohligi uchun bitta katta markaz tashkil qilinsa va bu yerda ham ilmiy, ham amaliy tarafdan ham innovatsiyalarni joriy qilish, chet el aloqalarini shu markazga ko'proq e'tiborni qaratsak, bir markaz ko'rinishida, katta bir markaz ko'rinishida ushbu sohani yana bir yangi bosqichga olib chiqqan bo'lardi. Ko'p davlatlarda bor shunday markazlar, balki bizda ham shu markaz tashkil qilinsa juda ham katta foyda bo'ladi. Hozir mana siz faqat meni haqimda eshityapsiz, lekin O'zbekistonda men kabi faoliyat yuritayotgan, ya'ni yuzlab yoshlarimiz bor va bularning asosida chet elda o'rganib kelgan bilimlarimiz yotibdi. Bunaqa sharoit yaratib bergani uchun avvalambor muhtaram prezidentimizga ular tashabbuslari bilan tashkil qilingan El yurt umidi jamg'armasining roli juda ham katta. Bu albatta har bitta mamlakatda rivojlantiradigan asosiy kuch bu kadrlar. Kadrlarni aynan shu soha jamg'arma yetkazib bermoqda. Buning uchun prezidentimizga kattadan katta rahmat aytamiz. Bu faqat meni so'zim emas, bu butun o'sha jamg'arma bitirib kelgan yoshlar do'stlarimizning so'zi. Biz his qilamiz, ya'ni bizni borib o'qib kelganmiz va vatan oldida qarzimiz bor. Bu qarzimizni uzmoqdamiz va kelgusida ham bunda davom etamiz va jamiyatga, xalqimizga yanada ko'proq yordamimiz tegishi uchun harakat qilamiz. Umid qilamanki, bolalar kardiojarrohligi darajasini kelajakda o'sha dunyoning eng rivojlangan davlatlaridagi bolalar kardiojarrohlik darajasigacha yetkazishga qo'limdan kelgancha harakat qilaman.